Birinchidan aytsam, qizim mana shunday mana qirsiqlar bo'lib o'tdi. Ilohi Xudo Alloh hammasiga tinchlik va omonlikni bersin. Birinchidan shu prezidentimiz rahmat. Mana kuygan uylarni mana baldarimizga yangilab berdilar. Ilohim shu qirg'iz elimizga, shu qirg'iz mamlakatiga tinchlik va omonlikni tilayman men. Ikkinchi nimalar bo'lsin deyman. Oğlum iyiydi, bu nevaramikiydi. Mana bu yerda katta skalat bor edi. Mana bu limon, mana shu ikki uyni kuyganini nimasiga mana limonlarimiz, mana bu toqlarimiz, daraxtlarimiz ham hammasi qurib yo'q bo'lib ketdi-da, shuda endi nima ham deymiz endi. Ilohim bundan buyoqqa tinchlik bo'lsin. Qirg'iz elimizga doim tinchlik va omonlik bo'lsin. Tinchlikni tilaymiz shu. Yuzimizda hammasi kuyib ketdi. O'zini limon ham bor edi, to'g'ri. Endi qishda sotib tirikchilik qilib uyni kami ko'zini qilib. Limonni bu O'shdan ko'chatini olib kelgan edik. Ko'chatini olib kelib, bir 2 yil deganini, 2 yil 3 yil deganini yaxshi hosilga keldi. Ungacha limon sotib tirikchilikka ishlatib turadi. Yashab turamda mana ko'rib turibsiz, mana shunday bir yili yo'l Tojikiston bilan bizda buni ikkiga bo'lib turadi. Men uyim birinchi uy bo'lgandan, birinchi agressiya qilib qo'l solib bo'lganda ham butun uyimni to'lab ketgan edi. Bu uyda, bu yerdan ikkita uyda bir meni o'zimning uyim, balamning uyi, ikkita отдельно uy bor edi. Bu yilda ham uyimni to'lab ketishdi, bar joqda o'rtab ketishdi-da. Ikkala uyimizda ham, mana mol saroylarimizda barliq nimalarga o'rtab ketishdi. Prezidentimizga, barcha yetakchilarimizga rahmatimizni aytamiz. Mana bizni jon tishlab qo'ygan jo'q. Sразу bizga kartalarimizga 200 mingdan pul solishdi. Bundan keyin продовольствие bilan ta'minlab turishdi. Mana qirg'iz elidan ko'plab aqcha yordam, uy bozor buyumlaridan yordam kelib turdi. Albatta endi tojiklar bilan ilgari cho'g'i yaxshi edi. Bardi keldi, yaxshi edi. Men o'zim ham mana biz endi Sovet Soyuz paytida tug'ilib o'sganmiz. Institutda ham shu men o'zim Tojikistonda bitganman. Bardi keldi, yaxshi edi. Bozorimiz bir edi. Qo'shnilar bilan yaxshi muomalada edik. Bilmadim nima bo'ldi bu. Lekin nasliyani bilan urushganimiz yo'q. Mana shu oilada nasliyani bir-biri bilan urushgan yo'q. Endi tinchlik bo'lishni xohlaymizda endi. Bu qo'shni ekan, baribir ming jamon bo'lsa ham, qo'shning tinch bo'lsa, seni uying ham tinch bo'lmaydi-da. Tezroq shu endi tinchib elimiz, mamlakatimiz prezidentimiz shu chegara masalasini chechib bersa, qo'rqmasdan yashasak degan o'ydamiz biz. Uyim mana 3 oyda bitko'rildi-da. Juda yaxshi. Bunday shartimda o'ylagan edik, shunchalik shart bilan jasad beradi bizga qaytarib uyimizni deb. Barda usloviyalar borda. Rahmat prezidentimizga. Конечно, tinchlik bo'lishni xohlaymiz-da biz. Hozir mana tinch bo'lgandan kechasi ham bunday baldarimiz mana qo'rqib yashaymiz-da, endi qo'rqib yashaymiz. Ilojimiz yo'q. Biz shu bu yerda endi biz orqaylida chorvachilik bilan, dehqonchilik bilan shug'ullanamiz-da. Migratsiya borib keladik. Mana biz ham uy bulolarim bilan men 12 yil migratsiyada yurdim Rossiyada. Rossiyada ishlab kelib mana shuncha uy joylarni qurgan edik, mana o'rtab ketishdi. Talada endi o'rigimiz bor, juzimiz bor. Buğday ekemiz, mash ekemiz, mana o'riklarimizni butib o'tamiz. Juzimlarimizni kesib o'tamiz, abreska qilib. Shunday ishlar bilan уже ishlashni boshladik-da, mana kunda ilib qoldi. Mana uyimizga ko'chib kelib oldik, endi borib talada ishlash kerak-da.